Gapirma jim, o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Yoningda kim? Biradar najim. Bo'ninchi bor xiyonat, lekin keligi boridan topsan. Malades, padaringga ming rahmat. Ketaman lek nimadir meni orqamda yonar. Senga qilgan rasxotlarim o'ylab boshim qotar. Hayotda xatoyim bo'ldi, klubda uchratganim. Undan ham battar bo'ldi, seni kaytda topganim. Astalar sekin, povutga berdim. Somsa desa somsa, gumalar ham berdim. Bu qo'shiqni yozdim Ahad Qayum she'ridan. Seni qo'ling so'radim, ena joning yeridan. Sendan ham, mandan ham, undan ham, bundan ham, hamma o'ynashlaringdan ham qolar bu dunyo. Degan qo'shiqni mashinamda eshitar eding. Sifat shirinligini bo'kib yer eding. Yana ozgina bormi? Berik ber eding. Aqomadi desam azgichamni yer eding. Sanjinini o'sha paytlar ishtahang ham zo'r edi. Qishloqdagi sigirimdan figurang ham zo'r edi. Mana Ahad Qayum she'ri niftema yakun topdi. Cho'ntagimga qarasam, bittagina sifat qopti. Hasan shuni menga bering. Uni beraymi senga? Bir narsa beraymi? Men pichani beraymi? Da. Balonni yebsan. Sifatli pichani men bilan qoladi. Mana sifatsiz qiz sen bilan qoladi. Davay paka. Shoh aka. Gapirma jim. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Yoningda kim? Biradar najim.